Mana bizning MDF eshiklarimiz xudo xolisa juda go'zal holatda chiqdi. MDF eshiklarimiz. Xo'sh. 06 suxoydan bo'lgan, oq kraska sepilgan bunga. Joylarga tillarang kraskalar sepilgan. 16 dan. Ichkalari ham xudo xolisa tozasidan o'ziga obishni yarashadigan holatda. Bu joyda 4 dona MDF eshigi bor. Xo'sh, bu yerda hammom eshigi bor, bir dona. Eshiklarini ko'rsatib o'taman. Eshiklari juda go'zal holatda chiqdi. Nigirovkalarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Nigirovkalar ham juda go'zal holatda. Rezinkalari bor. Yonlarida bittada ko'pligida tomon. Mana keyingi eshigimiz. Xo'sh, atkirlatkalar to'qilgan. Hamma atkirlatki bo'ladi. Xudo xolasa juda go'zal holatda. Bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustanobga vodiy bo'ylab nomerlar opisaniyada. Bemalol murojaat qila olasizlar. Xudo xolasa MDF eshik. Keyingi 4-eshigimiz. Albatta go'zal holatda bo'lgan. Ruchkalariga nima deysizlar? Ruchkalari ham juda go'zal holatda. Nigirovkalari. Xo'sh, ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yana go'zal ishlar chiqarib boramiz. Hammaga rahmat, kattakon.